Hop, hammaga salom bolalar. Sizlar bilan Digital. Bugun biz sizlar bilan yana birgalikda Minecraftning Safir sborkasida o'ynaymiz. Hop, unda boshladik. Oxirgi marta bu yerga qachon kelganim ham esimda yo'q. Oxirgi marta nima qilganim ham esimda yo'q. Olamiz. Bu narsa kaktus, umuman cho'l zonasi Safir 2 o'ta kam ekan. Kazoni unaqasida ham videolarda ham kattadan videolarda ham cho'l topish qiyin bo'ldi. Hop, hozir video nastroykasini to'g'rilab olay. Shader box. Done. Oddiyda FPS balandroq qilib o'ynagani yaxshi. Hop. Biroz to'g'rilab olamiz. Oxirgi marta berganim uchun kelganim bo'ldi, topdim, esladim adashmasam. Biz liginaqa topmoqchi edik. Qishloq topmoqchi edik. Nima uchun topmoqchi ekanligim esimda yo'q. Mayli, boshlab ketaveramiz. Hop, hozir menimcha bazaga qaytishim kerak. Ko'p joylarga borgan ekanman. Oho. Bazaga qaytamiz. Escape. Okay. Nimagadir qo'y spawn bo'lmayapti. Bu qarg'a ham yomon qarg'a ekan. Hozir biroz daraxt chopamiz. Darajali xona topish kerak. Chunki darajali xonada nimalar bo'ladi? Haligi g'ishlar orqali biz ana unaqa bonsai treesning haliginaqasini qo'shib olsak bo'ladi. Men yana bir narsa ko'rdim, bu to'g'rimi noto'g'rimi bilmadim, lekin hozir sinab ko'rmoqchiman. Bonsai treesda alohida dimensioni bor ekan, ya'ni olam. Hozir sinab ko'ramiz. Daraxtni sindirib olaylik. Hop. Yozuv ketyapti. Hali tayyorlab qo'ygan, lekin chiqarmagan videolarim bor. Bitta ularni ham chiqaramiz albatta. Faqat hozircha ozgina muammolar bor. O'smi hozir qaytib kelib olamiz. Birinchi olmos topish kerak. Undan keyin Twilight Forestga borib turib rivojlanish qilamiz, ya'ni o'smi yoki boshqa narsalarda miner yasaymiz. Oho, FPS tushib ketdi. Bu qanday daraxt? Oddiy daraxt ekan. Klaviaturada biroz muammolar bo'lyapti. Hop. Hozirda o'zimning yangi modpakim ustida ishlayapman. Bu modpakda hozir asosiy rejimda role playing qilmoqchi edim, lekin role playing uchun yaxshi modlar yo'q ekan. Hozircha bunday modlar
topolmadim. Balki topsam yana aniqlarman, lekin hozircha role playing uchun yaxshi modlar yo'q. Shuning uchun hozircha oddiy qilib turaman, ya'ni mexanizm modlari yoki immersive engineering kabi modlardan qo'shib, aytgancha biz hit generator yasamoqchi edik. Daf bo'l chishni ham esdan chiqarib qo'yibman. Oxirgi marta Minecraft o'ynaganimga manchoq ketdi. Serverda o'ynamoqchi edim, lekin ko'pchilik serverlarda ping baland. Maza qilib o'ynaydigan server ham deyarli yo'q. Hozir o'zim o'ynaydigan serverlar, masalan Minestax yoki boshqa serverlar bor. Lekin ularda hozircha internet basroqligi uchun bo'lmayapti. Ham yangi kompyuter olishim kerak. Men hozir nima qilmoqchiman? Bunaqa narsa qilmoqchiman. To'sib qo'yish uchun. To'qqiz yasaylik. Okay. 9 yetib qoladi degan umiddaman. Darvozaga qo'shilmaydi. Yaramas qarg'a uruvni o'g'irlab ketdi. Yo'q, yetmas ekan bitta. 2 ta 3 ta. Okay. 3 ta nesisiga yetadi. Hozir menda yana bitta reja, asosiy rejalardan bittasi darajali xona topib, o'sha yerga kirib lootlar to'platish sandiqlari bilan. Keyingi reja backpack yo'q albatta. Backpack yasash. Keyin o'sha yerda Grows degan kitob bor. O'sha kitobdan birdan topish, bu ham asosiy rejalardan bittasi. Glass, qanaqadir to'sib qo'yadigan glass bormi ekan? Bular emas. Chipbed modi shunaqa har xil shishalarni qo'yadi. Glass Reaper, Sorted Glass, Hardened Glass, Signalium Glass. Okay. Men bir buni yasab bo'lmas ekan. Hop, men hozir mayli, olmos topishga harakat qilib ko'ramiz. Bu atrofda menimcha ko'rmadik. Darajali xona, mana bu yerga borib ko'ramiz. Qani, darajali xona topaman, keyin video davom etadi. Xo'p, darajali xonani ham topdik, lekin bitta muammo bu suv ekan. Mayli, suv ustida bo'lsa ham yo'lda bir qiziq narsa ko'rdim, lekin uni yozib olish esdan chiqibdi.
Hop. Beş tane kum tosh. Okey, yana bir 3 tane yasaylik. Burası 3'təgə loyiq sindiribman. Okey. Yo'q, 3'təgə emas, bu bir danaga. 2'təgə bo'ldi endi. Ya mana bu narsani aytayotgan edim. Nima bu, chivimi bu? Ovozi ham bir g'alati ekan azizga. Tarantula Hulk. Qani ularniki? Öldü. Ja, vahimali narsa emas ekan. Buni ko'p ko'rganman. Shunga odatiy holligi uchun indamay qo'ya qoldim. Bu narsa vitaminni sepib qo'yadi. Bu orqali adashmasam bu yoqilg'i sifatida ishlatiladi. Ko'pini terib ketib olamiz bundan. Men hozir birinchi buni ishlatsa bo'ladimi o'zi? 12 ta narsani yoqar ekan. Xo'p. Ya'ni asroq lut kutib qolamiz. 3 taga loyiq. Pastga ancha pastga tushish kerak. Xudo xohlasa jetpack yasab olganimizdan keyin bunaqa pastga tushmaymiz. Albatta bunaqa tushib ketaveramiz. Bu yerda teshib olamiz. Okey, keldik mana. Bitta minus tarafi bu yer kom bilan qo'shilib ketgan ekan. Tezda break qo'y. Sindir. Mana bu yerda orqasida men o'zim o'ynab bildim. Maxfiyxona bo'lar. Yo'q, bu yerda emas ekan. Bitta joyda birinchi qavatda maxfiyxona bo'lishi kerak. To'xta. Emas. Yo'q, bu yerda emas. Ha, ko'rindi. Kartada ko'rindi. Ko'rayotgan bo'lsanglar hozir. Mana buni sindirib olib. Okey. Hamma narsasini olaveramiz. Hozir bizga loot kerak. Bu yerda menimcha boshqa qiziq narsa qolmadi. Bu taraf bo'ldi. Izumrudli kirgan bo'lib turib, bunda sindiryapman. Bu narsa aniqada ishlatiladi, anavi. Ismi nima edi? Qurol yasash ishlatiladi. Mana bu yerda ham buning ichida ko'mir bo'lishi kerak edi. Ko'mir bor. Xo'p, buni olamiz hamma narsasini. Keraksiz narsalarni tashlab yuboramiz. Bo'ldi. Sekin yo'limizda davom etamiz. Endi 7 minut bo'libdi. Xo'p, buni tashlab yuboramiz. Tushiramiz. Xo'p, bu yerda menga yana keraksiz narsa chaotic game. Buni ishlatib bo'ladimi? Menimcha bu Minecraft versiyasida ishlatib bo'lmaydi.
Bunga ko'ra ovqatni olamiz. Orqadan bir narsa kelyapti deydi-yu, tepada nimadir bor. Chiqib ko'rish kerak. Holy shit. Bas qoldi-yu. Qayerdan kelyapti? Bu keyin qaytamiz. Xo'p. Menga mana bunaqa narsa kerak. Mana bu narsa zo'r ekan. Aytyaptiki, bu yerda it certainly finder seems rare. U kamyob ko'ryapti deyapti. Kamyobligini bildik biz ham. Okey. Agar temir topsam kuchaytirib olaman. Bu nimalarga ishlatiladi? Skipiterga pishirib ochlik effektini olsak bo'ladi. Villager 32 tasi, ya'ni 2 ta kerak emas. Nutritional require 200 MB. Bir donadan cosmetic meatballs, material generator, melting liquid experience, foundry'da bulut qon olsak bo'lar ekan, yana qon, flash. Yozilyaptimi? Xo'p. Og'alar, uzr. Hozir chiroq o'chib qolib, shu joydan davom etmay qoldi. Xaritada ham baglab bo'lishni boshladi o'sha. Xo'p. Muzikasi zo'r ekan. Oxirida to'xtagan joyimizda xullas ana u joyga borib keladi ekan. Men o'sha yerdan kelib berib, men hozir bu yerga narsa qo'ymayman. Mana bu yerga narsa qo'yibman. Mana bu yerda erda turadi. Bug. Ancha katta bug bo'libdi. Men mana bu narsani esishga harakat qilyapti turgan edim. Hop, menga bitta o'sma bilan temir yetmayapti. Bir dona temir yana boshqa bormi? 35 ta bor ekan. Ana bu yerda o'sma ko'rgan edik, adashmasam. Mana shu atroflarda edi. Mana. Çık. Hozir mining demeshinga borib, ozgina o'sma, temir, shunaqa narsalar topib kelaman. FPS o'ta tushib ketyapti. Nima qilsa bo'ladi? Kim bilsa yozib yuboringlar. Hop. Hozir borib o'sma, temir olib kelish kerak. Bunga yig'ilgan narsalarimizni qo'yib turamiz. Bular orqali hozir narsa yasaladi. Davom etamiz. Bu qaysi joy? Voy onasini yemsin. Betfair. To'g'risi esimda yo'q. Men nima qilganim esimda yo'q oxirgi qismda.
Nimaga bunaqa qilganman, nima qilyapman bu yerda o'zi, u hech balo esimda yo'q. Prosta qishloqqa borishim kerakligi esimda bor edi. Keyinroq joyga tepa qilamizmi? Voy, nasib juda ko'payib ketibdi. Optifine ishlayapti, o'smay. Hozir men pastroqqa tushib olmos topmoqchiman. Menimcha bug bo'lyapti. Endi ishlab ketdi. Okay, neither andezit, men boshqa joy topishim kerak. Kattaytirib turib, mana bu yerlardan topamiz. Hop. Agar siz o'yinga kirganingizda safirda cheats'da yoqib qo'ysangiz, mana bu narsalar teleport qilish qo'shiladi. Hozir men yana bu narsani yozib qo'yishim kerak. Kame rule cap Antari true qo'yaylik. Menga shu yoqadi, doim shunda o'ynayman. Ozgina cheat lekin men doim shunda o'ynaganim uchun. Keyin safar biroz oddiy anaqadan ko'ra boshqacharoq. O'lib qolsam shunchalik bilan olmos. Menga bitta shu kerak edi. Endi hozir uyga qaytsak ham bo'laveradi. Rezultat olamiz. Hani yaxshi yerdan nasib qilsin deb Aydat TV shunday deb duo qilib ketaveramiz. Mayli, mana shu hayvonlarni ham olib ketaylik. Hozir qaytaveramiz. O'smay oldim ikkita. Hozir Twilight Forest'da o'ta ko'p bo'ladi. Temir o'zim o'ynagan, birinchi o'ynagan World'imda o'ta ko'p muammo bo'lgan keyin mining machines deb modlarni ko'rib turib, mining machines degan mod chiqib qolgan. Bundan ham yasab olamiz. Miner. Okay. And teleport qilib uyga qaytamiz. Yo'q, hozirgi davr menda yotog'i yo'q. Yotoq yasab olsam bo'ladi hozir. Esichi. Juda nimadir nido bo'ldi beyda. Shundan yetadi, chunki backpack yasaganimizda kerak bo'ladi yoki backpack sandiqdan chiqib qoladimi? Backpack olib qo'yamiz, uxlaymiz. Va endi paqirni olib, paqir qayoqda edi? Tekizlaganda olmos isrof bo'lib ketmasin. Twilight Forest'ga boramiz, shuning uchun bunaqa qilyapman.
okey deydi. Shunday qilib bu yoqqa qo'ygan bo'lsak, bam. Xo'p, buni olamiz. Men nimaga buni ko'tarib olganman? Bam. Holy shit. Bam. Okay, bu yoqqa. Adashmasam ben bu almaz şunu taşısam. Oy. Şok degan effekt berdi. Olmos bachaqmasdan Zbeyga boramiz. Qani. Boshdan nasrada hammasini qo'yib Bundan bor ekan. Temirim bor. Oltda eribdi. Hop. Daylight Force modu ancha mashhur modlardan biri bo'lib, bu modda asosan bosslar, keyin ana undaqa tepaliklari bor bu modda. Menimcha aşağıdan spam bo'ldi. Zo'r joydan spam bo'ldi. Mana bu yerda ochib olishimni kutishimiz kerak. Mana bo'ldi. Bitta. Portal deb turib, bunaqa qo'yib qo'yamiz. Checkpoint. Endi bizga kerak, nima kerak? Brown mushroom deyapti. Chiroy. Bizga kerak, anaqa tepalik kerak. Tepalik qidirib olg'a go. Bu daraxt nomi kanop. O tepalik ham chiqdi. Xo'p. Tepadan tushmaylik, ashitdi. Hozirdan bitta yo'l qo'yish kerak. Hop. Mametlarni tekizlab yog'ochni tosh olib, mana bu yerga qo'yamiz. Tık. Ya anasını sinirlen kaldım ya. Bir qanaqa joy. Bir antika joy. Yaxshisi, mana bu yerdan chiqib ketamiz. Bir chafli ekan, boshqa uchidan kiramiz. Teshik mana bu yerda bo'lsa, voy onasini ham sen bo'lmayanda. Haligi. Ulas bitta boost. Ba'dasiga shu joydan tushiladi. Ya bu unaqa shekilli. Adashmasam bunaqa bo'lishi kerak. Yo'q, unaqa emas ekan. Shunchaki
qiladigan narsa ekan. Mana shu yerdan kirib ketamiz. O'yin rejimi game mode, ya'ni game mode anaqada peacefulda. Bitta tushamiz shekilli. Chunki hozir bu yerga tushishimiz bilan deb boshlanadi. Ko'mir albatta kerak bo'ladi, karbon. Orqalik anaqa yasasak bo'ladi, po'lat, temir. Mana shu kerak narsalardan hammasini shu yerga olsak bo'ladi. Minecraftda birinchi qoidasi hech qachon pastga qarab kavlamang degan qoidani buzamiz biz hozir. Spawn bo'ladi. Sindirib qo'yaylik. Spawn bo'lmaydi. Lekin nima keragi bor? Hali orqaga o'tkazganda ham qilib diqqat qilishini. Odam o'zini qiynamasligi kerak deydi-yu haligi. Buning ichidan qiziq narsa chiqmadi, lekin mana bu narsa qiziq. Ironwood ham qiziq. Mayli. Bunisi bilan olaveramiz. Bular yomon sandoqlarni ko'p bekitishgan ekan, voyatga voy. Temir uchun kelib sandiq qidirib ketdimi? Xo'p, ovozini balandlataylik. Eshitilyaptimi o'zi? Yo'q, bu emas, mana bu. Okay. Hozir tushgan joyim bet. Yana nimalar bor? Qiziq narsa. Bet hozirgi joy shekilli. O'zmi o'ylaymiz. Bu yoqda yomg'ir. Joyimizga qaytib ketamiz. Ovoz o'ta baland. Hozirgi kunda o'zbek Minecraft serverlari o'ta ham ko'payib ketdi. Bo'lib ham Java versiyaga. Lekin o'zbeklar anaqa ko'proq ruslarda bo'ladi serverlar, rus serverlari bor. Xullas o'zini programmasi bilan yasaladi. Minecraft o'zini programmasi bilan shunaqa serverlar yo'q lekin O'zbekistonda. Shunaqa serverlar qilish kerak o'zi modli. Yoki Bedrockga ham serverlar qilish kerak. O'zbek serverlari deyarli kam bo'lib ketdi. Bedrock versiyaga o'zi yo'q-ku. Nimadir ovoz kelyapti, eshityapsizlar? Mana qo'yib ketyapti. Nima ekan hozir bilamiz. Mayli. Qiziq emas hozir. Bironta adashib sandiq qilib ketmadimi ekan? Oy, nasıl yersin? Bedrock'ta kalıp geçiyor bu. Hop. Ben o'zi professional video editor emasman. Shuning uchun
videolar shunday olaman. Olib turib, iloji bo'lsa o'sha paytda o'zgartiraman yoki bo'lmasa boshqa payt. Lekin bir pasda edit qilib darvoza chiqaraman. Lekin hozir internet yo'q o'zimda. Nima deydi bu? İldiz deydi. Cho'pay tusham biladi. Daraxt tushmaydimi? Olmos qidiryapman bu yerda. Juda qiziq joy emas ekan bu joy. Bitta kattaroq topish kerak. Sinnabar deydi. Sinnabar nimaga ishlatiladi o'zi? Kilometr o'zgarganmi? Uses Cinnabar dust. Nimaga ishlatiladi? Cinnabar olishga induction. Catalyster. Cinnabar dust orqali thermal tin apatit rich like. Bo'lmagan narsalar. Misli eritib, shu narsa olsa bo'lar ekan. Oltinni eritib, misni mana bunaqa kichkinasini urug'ini xullas. Lekin menga hozir bu narsa kerak emas, Cinnabar. Whoa. Thunderstruck Fiery Sword of Parting. Bonus targets. This item ignores 35% of durability damage. Slain enemies have a 3% chance to elude Penata. Ana o'qatmadim. Your attacks deal 8 damage deyapti. Zo'r narsa ekan. Epic. Okay. Menimcha hech kim bu videoni oxiriga ko'rmasa kerak. Holy shit. Qo'rqinchli bu. Uran deydi, fluorid deydi. Bundan nima qilsa bo'ladi o'zi? Vision helmet. Shoot lightning magic nether kerak. Respawn launcher. Redstone lamp, nether speed upgrade. Glowing hell shelf. Cloak of invisibility. Sleeping metal. Neyse qo'yish kerak. Glowstone dust. Okay. Ozgina qo'yamiz. Qo'rqinchli bu tavba. Uyga qaytdik. Uyda ham yomg'ir. Diamonds with dreams. Okay, ko'p narsa qilyapman. Buni baqa. Yo'q. Glowstone ham olamiz. Xom ham olamiz. Hammaga faqat bir rudalar solamiz. Bu ham rudaga transformation powder buni ekamiz. Hamma narsani solamiz. Bu yerdan endi rudalarni olamiz. Bu rudalarni olamiz.
ikkisini bir qo'ydaginim hayron qoldiryapti meni bu. Hop, mana bu yerga narsalarni olish kerak. Bu tak yana. Unbreaking. Knowledge of ages. Asrlar bilimi deyapti. Enemy drops are ha. Tushundim. Power 2, Phaser Falling. Okey, buni ham tushundim. Hammamni o'qiylik. Mayli, siz so'rmasin. Buni olamiz. Boshqa kerak narsa yo'q edi. Buni olamiz. Osmiyam. Buni yasamasdan-da bir to'lama buni yasaveraylikmikin. Buni yasaganim shu kerak edi. Buckle, helmet, boots. Ushlayın tutası bayağı bulas. Bende var olsun. Hammasini qaynatib olmaylik. Bitta tık 15 dakikasını yetadi. Şu enough. Bittan ham 25 dakikasını. Şu enough. Tush baqa. Okay, endi buni yasaymiz. Endi bizga tugamas lava kerak. Mana buni biz bekka qo'ysak. Yo'limiz F7 tursin. Upgrades, muffling, okay. Security rested on the digital. Endi bizga mana bu narsa kerak. Temir bilan rest. Bu skinim joylar bitta. Hozir skinimni ko'rsataman sizlarga. Ko'pchilik ko'rmagan bo'lishi kerak. Bu meni o'zimning skinim. Birato'la hop, mana tada. Ana hozir Beyond voy onasini. Bu skin o'zimniki. Eski serverlarga ko'rib bo'lsanglar. Hop, endi menga mana bunaqa kerak. Redstone yo'q sanaqadagi. Buni ishlayapman. Redstone yo'q deydi. Reign of Redstone.
redstone ekan, topib kelamiz. O'ntasini narsasini ko'ramayapman. Missiya ediyorum. Burada orqaga qaytamiz ekan deyishyapti. Xo'p. Qaysi tarafda endi? Voy. Hanging roads. Minecraft'da ikkinchi qoidasi. Hech qachon pastga kavlama. Nechinchi qoidasi bo'lsa ham, lekin shunaqa qoidasi. Redstone oldik. Endi qaytamiz. My home. Well. Bu video juda uzoqqa cho'zilib ketdi. Menimcha ancha vaqt chiqara olmasam kerak. Nima kerak? Basic. To'la kattasini sevaveramizmi? Nima kerak? Ha, mana bunaqa kerak ekan. Hozir biz meni anita lava ko'rganman. O'shaga boramiz. Juda faxrim yo'qmi? Bratu ketib qolmang bratu. Братва, во, чучка. Minecraft yangi versiyasini ko'rdinglarmi? O'sha zo'r qilishibdi, tuxumlarni anaqasiga bunday qilib ko'rsatib qo'yar ekan. Qaysi hayvonni keldi. Mana masalan, allay bo'lsa kutildik shundan. Nimasidir tushibdi, allay bo'lsa, allay ko'k qilib turib, qanot chaqib qo'yadi deyishdi. Freezer. Tak, materials and now it's got sandstone. Polish it, sure. Menga kerakman paqir. Antaraqt avtomatlashtirib qo'yaylik-da. Juda kerak bo'lyapti. Daraxt VPN. Bratva deb Macmillan bratam. Bu videoni qachon chiqarishim aniq emas. Balki ertaga chiqaraman, balki indinga, lekin bugun chiqara olmasligim ehtimoli katta. Xo'p, bekkamda tiqamiz. Endi bitta urug' bo'lsa, daraxt urug'i. Oq daraxtni ekmaylik, yaxshisi bitta daraxt topamiz. Namini olamiz. Bo'ldi, bizda unlimited daraxt bor mana. O'sha ikkita bo'ldi. Men nima qilmoqchi edim? Ha, lavaga bormoqchi edim. Ketaveramiz. Bu yo'lda lava chiqadi. Voy. Aklım vardır.
Juda nimadir qildim boru. Turkiyano. Voy onasini. Ikkita bo'lsa zarar qilmaydi mayli. Xo'p, tushunmay keladi diqqatiga. Artefakt tili bilan aytilganda oydan kelib kelganlar diqqatiga. Bu narsa bunaqa ishlaydi. Biz hozir yasagan narsamiz issiqlik orqali energiya ajratib beradi. Ya'ni O'zbekistonda elektr stansiyalarga o'xshaydi. Hozir biz lava olyapmiz shuning uchun. Mana lavani naqib turib, biz hozir buni hammasini issiqlikka aylantiramiz. Gapim chalkashib ketdi. Bu nima? Terrapin toshbaqa ekan. Hammasini to'kka aylantiramiz. Betaga hamma lava ham biz bitta jetpackni zaryadi o'rtacha kattalikdagi jetpackni zaryadiga yetarli. Bu yerda lava bor. Hop, musiqa baland menimcha. Mayli 1600-1732 paqir sig'adi ichiga. Hop. 17 MB bo'ldi. Davom etkazamiz. 18 19 tak 20 bu yerdagi hamma lavani olib ketaman. O'tirishdi. Bu narsani yonadi deb o'yladim. Bu narsani Blade Tank deyapti. Voy onasini yemsa. Qoch, bolalar qoch. Suvga tush. Okey. Yaxshisi mana shu kiyimlarni yechib qo'yaylik. Buni suvga ko'tarib qo'yamiz. Chunki bu kiyimlar yonib ketsa yaxshi bo'lmaydi, o'zi kiyim yo'q. Bu yerdagini ham olamiz, tagidagisini ham olamiz, chekkadagini ham olamiz. Chekkadagini ham olamiz, 28 MB. Buni ham olamiz, 29 MB bo'ldi. Ya'ni bu degan adashmasam mini bucket, ya'ni mini paqir bo'lsa kerak, yana bilmadim. 32 MB, okey. Buni to'ldiramiz endi. Rain for Nether degan bitta mod bor edi. O'rnatmoqchi edim, lekin hech qanaqasiga o'rnatib bo'lmadi. Kimdir bilsa yozib yuboringlar, qanaqa o'rnatsa bo'lishini. Bu mod shunaqa mod ekanki, plus role playing mod ekan. Mine Colonies degan mod bor. O'sha moddan qo'shib men o'zim mod pak yaratmoqchi edim, lekin biroz o'xshamadi. Aytgandek, qayerda lava qoldi? Ikkini bossa ko'rsatarmidi lavani, suvni.
qanchalik yo'q. Madanda jonim ketdimi hozir? Menimcha mana bitta qolibdi. Qayerda qoldi ekan? Ha, yo'q, qolmabdi. Qo'y onasini yapsa. Diqqat qildingmi ama? Birinchi xullas gaming ishlatganimda Ctrl klik gaming ishlatganimda emas ekan. Mishkan nastroykalarni o'zimcha to'g'irlaganimda gaming uchun Ctrl klik yonib qolgan. Bu degani xullas bitta bosasiz, ya'ni 3 ta blok Minecraft vaqtiga ko'ra 3 ta blokdan oshiqroq vaqt ushlab turadigan bo'lsa, 3 ta blok sindiriladigan vaqtda avtomatik ezib turaverardi mishkani chap tugmasini. O'ng tugmasini bilmadim, lekin chap tugmasida shunaqa edi. Ko'proq men uni yoqardim Obsidian yoki boshqa bironta uzoq vaqt sinadigan bloklarga yoqib qo'yasiz, o'zi sindirib turaveradi, siz surib turasiz. Yaxshi funksiya o'sha ham. Xo'p. Sekin uyga izlaymiz. Home. Tır setyapti. Xo'p, buni qo'yamiz. Bet to'lgandan keyin, mana bo'shagandan keyin boshlaydi hozir. Bu yerga po'lat kerak. Biz mana atrofda ko'rdim ekan. Ishqilib bu yerga kirmagan bo'lay. Ha, kirmagan mana ekan. Wow. O'zi narsa bu ham. Plus buni qanaqa qilib skeleton chiqarishni bildim. Ajdarni o'ldirgandan keyin ustiga 3-4 marta urganingizda, voy. Nima bo'ldi mashqada? O, tak. Bitta chiqdi lekin. Menga bunaqa narsa kerak edi. Hozir yasab olamiz. Bu narsa blast furnace degan narsada xullas anavi bor-ku, oddiy temir. Shuni erisangiz blast furnace chiqib keladi. Men birinchi o'zim o'ynagan safirimda lapis lazulitda aslahalar qilganman. Chunki anavi bo'lganda lapis lazuli anaqa yo'lni ko'rib qo'yaman. YouTube'da Kaizen videosini ko'rgandan keyin oldim. Yana bitta qishloq. Shift go. Vietnam. Mesela kimse. Voy onasini yapsın. Got sunstone deydi. Hop. Navbetten tushamiz. Bir etib menimcha qushlaradi. Chirog'im qilamiz. Mana bir kontrol chuqur joylarda ekan. Oldi ham bor ekan. Plus oldida darajali xona bor ekan. O ko'rindi. Cho'ta tez. Wow, mayog'ida ham bo'lar ekan. Jam nechta bo'ldi? 11 ta bo'ldi. 12 ta bo'lishi kerak.
Biz doim 9 ta olamiz, lekin bu yerda aslida 12 ta bo'lar ekan, bilib oldim endi. Bu kerak emas. Skyskani bu ishlatiladi. Yo'q, bu ham kerak emas. Bu kerak. Bu ishlatiladi. Basın kasansından koyalımız. Ko'p ishlar. Tok, bular kerak emas hozircha. Kerak rasionasini kirib turdim men. Bu qismcha barakali qism bo'lyapti. Fold to'g'rilaymiz. Backpack'da nima bosishlarni. Bu yo'q, bu emas. Hozir bitta ko'rib olaylik. Shu yerga borib turib to'xtatamiz. Bu qism tugaydi. System mode. Tıklayamız. Toggle cheat mode. Backspace. Well. Toggle all work points. CB. Bana böyle. Tıklayamız. Yani checkpoint. Hepsini yomon dikkat qildi bari. Hop. Normalde tushirib turib mishkani ochishni, backpackni ochishdi. Arkasiga qo'yamiz endi. Tabga qo'yaylik. Ha, mamnun to'g'riladim men buni. Ya qiziq bo'ldi yo. Bunisi rostdan qiziq bo'ldi. Nima qiziq bo'ldi bu yo'g'i. Yaxshi joylari bor ekan. Basma basalım. Nasıl orqasida bosib ishlaydi. Ya faqat bunday ekan. Hadi fokus qilamiz. Hemen esaslarını yerle. Peki ben juda nargin bo'ldi. Ketishini ajrab beramiz. Tirib bosamiz. Shom yozani aytyapti.
Yuz ko'rinishida antiqaligi bo'lingan edi. Mana bu shaytni tekshirib ko'raylik, keyin videoni to'xtatamiz. Yo'q, bu yerda yo'q. Mana qasiyam ko'ramiz. Yo'q, bu yerlarda yo'q. Mana bir antiqaligi. Enter. O'sha yerda ham bir rasmga olib qo'yaydi. Qiziq joyga o'xshaydi. Mana bu yerda nimalardir ovoz kelyapti. Shamsirani rasmga oldim. Endi uyga qaytamiz. Nima shu xona bu? Mana bu bo'lsa kerak. Xo'p, bu brata maligi kim ko'rgan bo'lsa Peter degan quyon bo'lardi. O'sha quyonning filmida bo'lardi. Xo'p. Buni almashtiraylik. Bo'pti, bo'lmasa shu qismimiz shu yerda tugaydi. Hammaga xayr, tomosha qilganingiz uchun rahmat. Iltimos, bu mehnatimizni hurmat qilib like bosing. Videoga obuna bo'lishingiz esdan chiqmasin. Xo'p, men bu yilga o'zimga reja qo'yganman. 100,000 100,000 ga yetkazish obunachini. Reklama xizmati, boshqa xizmatlardan foydalanib bo'lsam 100,000 ga yetkazish. Hozir mayli, hech kim oxiriga ko'rmasa kerak. Mayli, ko'radiganlarga kalit so'z qilib qo'yaylik. Mana masalan, kalit so'z yashirin xona bo'lsin. Mayli, hammaga xayr.